Salom, aziz do'stlar, qadrli nafaqaxo'rlar va nafaqa yoshiga yaqinlashayotganlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizni aynan nima uchun bu yerga yig'ilganimizni bilishdan oldin shuni aytmoqchimanki, siz hozirda ko'rayotgan video har bir fuqaro uchun, ayniqsa nafaqaxo'rlar uchun g'oyat muhim ahamiyatga ega. Men sizga juda ko'p nafaqaxo'rlarimizdan ataylab yashirilayotgan yoki oddiygina ularga ma'lumot yetib bormayotgan qo'shimcha to'lov haqida so'zlab beraman. Bu sizning qonuniy haqqingiz, ammo ko'pchilik bu haqda hatto bilmaydi ham. Shu sababli videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Har bir so'zga e'tibor bering, chunki har bir detal sizning nafaqangiz miqdorini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Kanalimizga hoziroq obuna bo'ling va bu videoga like bosing. Bu ma'lumot imkon qadar ko'proq odamlargacha yetib borishi uchun yordam beradi. Muammoning mohiyati xo'sh, muammo nimada? Nega bunday muhim ma'lumotlar oddiy fuqarolardan yashiriladi? Gap shundaki, O'zbekistonning nafaqa tizimi murakkab tuzilishga ega va vaqti bilan o'zgarishlarga uchraydi. Ko'p hollarda o'zgarishlar faqat mutaxassislar doirasida muhokama qilinadi va oddiy nafaqaxo'rlarga ularning huquqlariga ta'sir qiluvchi yangiliklar haqida to'liq ma'lumot yetkazilmaydi. Ayniqsa bu holat avvalgi yillarda mehnat faoliyatini olib borgan va hozirda nafaqada bo'lgan fuqarolarga tegishli. Ilgari nafaqa hisoblash qoidalari biroz boshqacha edi. Masalan, ba'zi mehnat sharoitlari, ish joylari yoki ijtimoiy kategoriyalar uchun qo'shimcha koeffitsiyentlar yoki alohida to'lovlar nazarda tutilmagan bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa ularni qo'llash mexanizmi shunchalik murakkab ediki, ko'pchilik bu imkoniyatdan foydalana olmasdi. Endi esa vaziyat o'zgargan. So'nggi yillarda mamlakatimizda nafaqa ta'minoti tizimini isloh qilish bo'yicha qator chora-tadbirlar amalga oshirildi. Bu islohotlar asosan nafaqaxo'rlarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirishga, ayniqsa ayrim toifadagi fuqarolarga adolatli nafaqa tayinlashga qaratilgan. Xususan, ba'zi mehnat sharoitlari, masalan, og'ir, zararli yoki xavfli mehnat sharoitlari, geografik joylashuv, masalan, tog'li yoki chekka hududlarda ishlash yoki ijtimoiy holat, masalan, nogiron oila a'zolariga qarash uchun qo'shimcha to'lovlar yoki nafaqa miqdorini oshiruvchi koeffitsiyentlar joriy etildi yoki amaldagi qoidalar kengaytirildi. Eng muhim jihat shundaki, bu o'zgarishlar ko'pincha avtomatik tarzda qo'llanmaydi. Ya'ni sizning nafaqangizni qayta hisoblash uchun sizning o'zingiz faol harakat qilishingiz va tegishli arzlar bilan murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Ko'pchilik esa bu yangiliklardan bexabar yoki ularning o'zlariga tegishli ekanligini bilmaydi. Natijada ko'plab nafaqaxo'rlar har oy o'zlariga qonuniy ravishda tegishli bo'lgan 100 minglab so'mlardan mahrum bo'lib kelmoqda. Bu esa nafaqaxo'rlarimizning og'ir ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarda har bir so'mning ahamiyati borligini inobatga olsak, juda katta yo'qotishdir. Bizning maqsadimiz sizni shu muhim ma'lumot bilan qurollantirish va huquqlaringizni himoya qilishda yordam berish. Batafsil tushuntirish. Nimalarni bilish kerak, kimlar tashvishlanishi kerak va kimlar yo'q keling. Endi bu qo'shimcha to'lov kimlarga tegishli bo'lishi mumkinligi va uni olish uchun nimalarni bilish kerakligi haqida batafsil gaplashamiz. Bu sizning shaxsiy holatingizga qarab o'zgarishi mumkin. Shuning uchun diqqat bilan tinglang. Birinchidan, kimlar tashvishlanishi kerak? Ya'ni kimlarning nafaqasi qayta hisoblanishi va oshishi mumkin. Birgurik, maxsus mehnat sharoitlarida ishlaganlar. Agar siz Sovet davrida yoki mustaqillik yillarining dastlabki bosqichlarida og'ir, zararli, xavfli mehnat sharoitlarida ishlagan bo'lsangiz, masalan, shaxtalarda, kimyo sanoatida, qurilishda, qishloq xo'jaligida, ayniqsa paxtachilikda, metallurgiya korxonalarida, rentgen kabinetlarida tibbiy xodim bo'lib ishlagan bo'lsangiz, sizning ishingiz qonun bilan belgilangan maxsus mehnat sharoitlariga kirishi va nafaqangizga qo'shimcha koeffitsiyentlar qo'llanilishi mumkin. Ba'zan bu ishlar uchun imtiyozli staj hisoblangan bo'ladi. Ya'ni 1 yil ishlagan davr 1 yildan ortiqroq, masalan 25 yil staj deb hisoblanadi. Ammo ba'zi hollarda bu koeffitsiyentlar to'liq qo'llanmagan bo'lishi mumkin. Chekka va tog'li hududlarda ishlaganlar. O'zbekistonda ba'zi hududlar, masalan, Qoraqalpog'istonning ayrim tumanlari, Surxondaryo, Qashqadaryo, Samarqand, Jizzax, Navoiy viloyatlarining tog'li yoki chekka tumanlari uchun maxsus hududiy koeffitsiyentlar belgilangan. Agar siz ushbu hududlarda ma'lum bir muddat ishlagan bo'lsangiz, nafaqangizga qo'shimcha to'lov olishingiz mumkin. Bu koeffitsiyentlar yashash sharoitlarining murakkabligini inobatga olgan holda joriy qilingan. Uzoq muddatli mehnat stajiga ega bo'lganlar.
Agar sizda umumiy mehnat staji ayollar uchun 35 yil, erkaklar uchun 40 yildan oshgan bo'lsa, siz ham qo'shimcha to'lovga haqli bo'lishingiz mumkin. Ba'zi qonun hujjatlarida uzoq muddatli staj uchun alohida ustamalar nazarda tutilgan. Bu nafaqaxo'rning jamiyatga qilgan uzoq yillik xizmatiga bo'lgan ehtirom belgisidir. 4. Nogiron oila a'zolariga g'amxo'rlik qilganlar. Agar sizda birinchi guruh nogironi bo'lgan qarindoshingiz yoki 16 yoshgacha bo'lgan nogiron bolangiz bo'lsa va siz unga g'amxo'rlik qilgan bo'lsangiz, sizning nafaqangizga qo'shimcha to'lovlar qo'shilishi mumkin. Bu davlatning nogironlarga g'amxo'rlik qiluvchi fuqarolarni qo'llab-quvvatlash chorasidir. Ko'pchilik bu haqda bilmaydi va faqat nogironlik nafaqasi oluvchining o'zigina to'lov olishi mumkin deb hisoblaydi. Ammo g'amxo'rlik qiluvchilar uchun ham imtiyozlar mavjud. 5. Yangi qonunlarga binoan nafaqasi qayta ko'rib chiqilishi mumkin bo'lganlar. Nafaqa qonunchiligidagi so'nggi o'zgarishlar, masalan, 2020 yilgi nafaqa qonunchiligiga kiritilgan o'zgartirishlar avvalgi davrlardagi mehnat stajini hisoblash tartibini o'zgartirishi yoki yangi imtiyozlarni joriy etishi mumkin. Agar siz nafaqaga 2020 yildan oldin chiqqan bo'lsangiz, sizning nafaqangizni hozirgi qonunchilik normalari asosida qayta ko'rib chiqish maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi esa sizga bir nechta konkret misollar keltiraman, raqamlar bilan birga tushunarli bo'lishi uchun. Misol bergan. Qishloq xo'jaligi sektori vakili Farg'ona viloyatidan Murod aka, yoshi 72 da. U 1970 yillardan boshlab 2000 yillarning o'rtalarigacha Farg'ona vodiysidagi sovxozlardan birida mexanizator bo'lib ishlagan. Ya'ni paxta terish kombaynlarida, traktorlarda ishlagan. Uning umumiy mehnat staji 35 yildan ortiq. U nafaqaga chiqqanda unga 2 million so'm nafaqa tayinlangan edi. Murod aka qishloq xo'jaligidagi og'ir mehnat sharoitlari, chang, issiq iqlim, shovqin ta'sirida ishlagan bo'lsa ham, uning maxsus mehnat sharoitlari to'liq hisobga olinmagan. Ya'ni uning zararli mehnat sharoitlari uchun nazarda tutilgan qo'shimcha koeffitsiyentlar va imtiyozli staj hisoblash imkoniyatlari to'liq qo'llanmagan. Do'stlarimizning maslahati bilan u nafaqa jamg'armasiga murojaat qildi. U mehnat daftarchasi va korxonadan olgan arxiv ma'lumotlarini taqdim etdi. Bir necha hafta o'tib uning nafaqasi qayta hisoblandi. Ma'lum bo'lishicha, uning 20 yildan ortiq staji maxsus sharoitlarda ishlaganlik deb tan olingan va har bir yili 22 yil staj hisoblangan. Bu nafaqa hisoblash bazasini oshirdi. Natijada Murod akaning nafaqasi 25 million so'mga, ya'ni har oyda qo'shimcha 300 ming so'mga oshirildi. Tasavvur qiling, har oy 300 ming so'm, bu yiliga 30 million so'm degani. Misol 2. Nogiron qarindoshiga qaragan ayol. Toshkent shahrida yashovchi Zulayxa opa, yoshi 68 da. U ertalabki bolalar bog'chasida 25 yil tarbiyachi bo'lib ishlagan va bir necha yil avval nafaqaga chiqqan. Uning nafaqasi 20 million so'm edi. Zulayxa opa 10 yildan buyon birinchi guruh nogironi bo'lgan akasiga qaraydi. U akasi bilan birga yashaydi va unga doimiy g'amxo'rlik qiladi. Lekin u bu faxtli nafaqa bo'limiga hech qachon xabar bermagan. Chunki bu haqda hech kim aytmagan va u o'zi ham bilmagan. Yaqinda qo'shnisi bu haqda eshitib qolib, unga aytgan. Zulayxa opa nafaqa jamg'armasiga akasining nogironligi haqidagi hujjatlarni va ularning birga yashashini tasdiqlovchi hujjatlarni, masalan, mahalla fuqarolar yig'inidan ma'lumotnoma taqdim etdi. Qonunchilikka binoan birinchi guruh nogironiga g'amxo'rlik qilgan shaxsning nafaqasiga har oyda qo'shimcha to'lov berilishi nazarda tutilgan. Qayta hisoblashdan so'ng Zulayxa opaning nafaqasiga har oy 1,5 ming so'm qo'shildi. Endi uning umumiy nafaqasi 20 million so'mga yetdi. Bu pul uning va akasining dorilar uchun ancha yordam bo'lmoqda. Misol 3. Tog'li hududda ishlagan o'qituvchi. Samarqand viloyatining tog'li hududlaridan birida 30 yildan ortiq maktabda o'qituvchi bo'lib ishlagan Ahmad aka, yoshi 70 da. U 2015 yilda nafaqaga chiqqan va uning nafaqasi 20 million so'm edi. Ahmad aka butun ish staji davomida qiyin erkin sharoitlarda tog'li hududda ishlagan bo'lsa-da, uning nafaqasiga hududiy koeffitsient qo'llanmagan. Nafaqa tayinlanganda bu jihat e'tibordan chetda qolgan edi. Uning farzandi internetda tegishli ma'lumotlarni topib, otasining ahvolini tushuntirgan holda nafaqa jamg'armasiga murojaat qildi. Tegishli tekshiruvlar o'tkazilgach, uning tog'li hududda ishlaganlik stajiga nisbatan qonuniy hududiy koeffitsient qo'llanilishi lozimligi aniqlandi. Natijada Ahmad akaning nafaqasi har oyda 200 ming so'mga oshirildi va hozirda 2 million so'mni tashkil etmoqda.
Bu qo'shimcha mablag' uning oilasiga katta yordam bo'ldi. Bu misollar shuni ko'rsatadiki, hatto nisbatan kichik ko'rinadigan qo'shimcha to'lovlar ham uzoq muddatda sezilarli moliyaviy yordamga aylanishi mumkin. Eng asosiysi o'z huquqlaringizni bilish va ularni himoya qilishda faol bo'lish. Qoidalarga istisnolar, qaltis jihatlar va sezilmas nuanslar albatta har bir qoidaning o'z istisnolari va o'ziga xos jihatlari bo'ladi. Bu qo'shimcha to'lovlarni olish jarayonida ham siz duch kelishingiz mumkin bo'lgan ba'zi qaltis jihatlar va nozik nuanslar bor. Ularni bilish sizga jarayonni osonroq o'tkazishga yordam beradi. 1. Hujjatlarning yo'qligi yoki noto'g'ri rasmiylashtirilganligi. Bu eng katta to'siqlardan biri bo'lishi mumkin. Ko'plab nafaqaxo'rlar o'zlarining mehnat daftarchalarini yo'qotganlar yoki undagi yozuvlar aniq emas, xatolar mavjud. Ayniqsa, eski mehnat daftarchalarida korxonaning nomi noto'g'ri yozilgan, mux aniq emas yoki lavozim nomi belgilangan ro'yxatga kirmasligi mumkin. Maxsus mehnat sharoitlarini tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomalarini olish ham murakkab bo'lishi mumkin. Chunki ko'plab korxonalar o'z faoliyatini tugatgan yoki arxivlari saqlanmagan. Bunday hollarda sud orqali mehnat stajini tasdiqlash yo'li mavjud, lekin bu qo'shimcha vaqt va mablag' talab qiladi. Shuningdek, ma'lumotnomalar rasmiy blandlarda korxona muhri va rahbarning imzosi bilan tasdiqlangan bo'lishi shart. Oddiy ma'lumotnoma qabul qilinmasligi mumkin. 2. Byurokratiya va mutaxassislarning xabardor emasligi. Ba'zan nafaqa jamg'armasi xodimlari barcha qonun hujjatlaridan, ayniqsa so'nggi o'zgarishlardan yoki kamdan kam uchraydigan holatlarga oid normalardan to'liq xabardor bo'lmasliklari mumkin. Yoki ular o'z ishlarini eng sodda yo'l bilan hal qilishga intilib, sizga tegishli bo'lgan imtiyozlar haqida to'liq ma'lumot bermasliklari mumkin. Shuning uchun siz o'zingiz bu masalada kuchli bo'lishingiz va o'z haqingizni talab qilishingiz kerak. Bir joyda rad javobini olsangiz, boshqa joyga murojaat qilishdan yoki yuqori turuvchi tashkilotlarga shikoyat qilishdan qo'rqmang. 3. Qonunchilik normalarini noto'g'ri talqin qilish. Nafaqa qonunchiligi ba'zan ikki xil talqin qilinishi mumkin bo'lgan moddalarni o'z ichiga oladi. Sizning holatingizni ko'rib chiqayotgan mutaxassis o'zining shaxsiy tushunchasiga ko'ra qaror qabul qilishi mumkin. Shuning uchun siz qonunlarning tegishli moddalariga havola qila olishingiz muhim. Masalan, fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonunning qaysi moddasi sizning holatingizga tegishli ekanligini bilish foydali bo'ladi. Hujjatlarni topshirishda siz o'z fikringizni va talablaringizni yozma ravishda bayon etishingiz kerak. 4. Muddat cheklovlari. Garchi nafaqa huquqiga nisbatan ko'pincha muddat cheklovlari qo'llanmasa-da, ba'zi qo'shimcha to'lovlar yoki ustamalarni olish uchun ma'lum bir muddatda murojaat qilish talab qilinishi mumkin. Shuningdek, nafaqa pulni qayta hisoblash va ortiqcha to'langan summani bir yo'la olishda ham ma'lum muddat cheklovlari bo'lishi mumkin. Ya'ni sizga 3 yildan ortiq davr uchun ortiqcha to'langan pulni birdaniga olish imkoni bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun imkon qadar tezroq murojaat qilish muhim. Sezilmas nuanslar eng yaxshi 5 yilni tanlash. Nafaqa miqdori ish haqi qabul qilingan davrdagi eng yaxshi beylik daromad asosida hisoblanadi. Ba'zan nafaqaxo'r bu 5 yilni noto'g'ri tanlagan bo'ladi yoki uning stajida avvalgi yillardagi ish haqi miqdori hozirgisidan ancha yuqori bo'lgan davrlar bo'lishi mumkin. Hozirgi qonunchilikda bu davrlarni qayta ko'rib chiqish va eng foydali variantni tanlash imkoniyati mavjud. Bu ayniqsa inflyatsiya yuqori bo'lgan davrlarda ishlaganlar uchun muhim. O'qish yoki harbiy xizmat davrlari. O'quv yurtlaridagi ta'lim davrlari kunduzgi bo'lim, harbiy xizmat davrlari ham ba'zi hollarda nafaqa stajiga qo'shilishi mumkin. Bu jihat ham nafaqa tayinlashda ba'zan e'tibordan chetda qoladi. Ularni ham hisobga olishni so'rashingiz mumkin. Individual tadbirkorlik yoki o'z-o'zini band qilish davrlari. So'nggi yillarda bu davrlarni ham nafaqa stajiga kiritish imkoniyatlari kengaytirildi. Agar sizda shunday davrlar bo'lsa, ularni tasdiqlovchi hujjatlarni yig'ib nafaqa hisoblashda inobatga olishni talab qiling. Kasb nomi va kodi. Ba'zi maxsus mehnat sharoitlari faqat kasb va lavozimlar klassifikatori aniq nomlar bilan birga keladi. Agar sizning mehnat daftarchangizda kasbingiz nomi biroz boshqacharoq yozilgan bo'lsa, bu rad javobiga sabab bo'lishi mumkin. Bunday hollarda korxona arxividan yoki kasaba uyushmasidan ma'lumotnoma olib, sizning kasbingizning belgilangan ro'yxatga mos kelishingizning belgilangan ro'yxatga mos kelishini isbotlashingiz kerak bo'ladi. Ammo ular sizning huquqlaringizni to'liq himoya qilish uchun muhimdir.
agar biror narsani tushunmasangiz, mutaxassislardan, masalan, yuristlardan yordam so'rashdan cho'chimang. Siz nima qilishingiz kerak? Amaliy maslahatlar xo'sh. Aziz do'stlar, endi eng muhimiga o'tamiz. Sizning qadamlaringiz qanday bo'lishi kerak? Qayerga borish kerak? Qanday hujjatlarni to'plash kerak va nimani yozish kerak? Men sizga aniq va bosqichma-bosqich ko'rsatmalar beraman. Bir qadam barcha kerakli hujjatlarni to'plang. Bu sizning eng asosiy vazifangiz. Hujjatlar qanchalik to'liq bo'lsa, ishingiz shunchalik oson bo'ladi. Mehnat daftarchasi bu sizning asosiy hujjatingiz. Undagi barcha yozuvlarning aniqligi va to'g'riligiga ishonch hosil qiling. Diplomlar va ta'lim haqidagi guvohnomalar. O'quv yurtlarda kunduzgi bo'limda o'qigan davringizni tasdiqlaydi. Harbiy bilet, harbiy xizmatni o'tagan davringizni tasdiqlaydi. Tug'ilish va nikoh guvohnomalari, agar oilaviy holatingizga bog'liq qo'shimcha to'lovlar, masalan, nogiron farzandga qarash haqida gap ketsa, nogironlik haqidagi guvohnomalar, agar siz nogiron qarindoshingizga g'amxo'rlik qilgan bo'lsangiz, ish joyidan ma'lumotnomalar, agar siz zararli og'ir sharoitlarda ishlagan bo'lsangiz. Bu ma'lumotnomada sizning lavozimingiz, ishlagan davringiz va mehnat sharoitlari, masalan, shaxtada yer osti ishda ishlagan yoki kimyoviy moddalar bilan bevosita aloqada bo'lgan aniq ko'rsatilishi kerak. Bu ma'lumotnomani korxonaning arxiv bo'limidan yoki kasaba uyushmasidan olish mumkin. Agar korxona tugatilgan bo'lsa, tuman, shahar arxiviga murojaat qilish kerak. Ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, ayniqsa nafaqa hisoblashda inobatga olinadigan eng yaxshi 5 yillik daromadingizni tasdiqlovchi ma'lumotnomalar. Bu eski korxonangiz buxgalteriyasidan yoki arxivdan olinadi. Yashash joyidan ma'lumotnoma. Agar siz tog'li yoki chekka hududlarda ishlagan bo'lsangiz, ushbu hududda yashaganligingizni tasdiqlovchi ma'lumotnoma. Boshqa tegishli hujjatlar, agar siz individual tadbirkor bo'lgan bo'lsangiz, tegishli patentlar yoki to'langan soliqlar haqidagi ma'lumotnomalar. 2 qadam. Tuman, shahar nafaqa jamg'armasiga murojaat qiling. Barcha hujjatlaringiz tayyor bo'lgach, yashash joyingizdagi O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasining tuman, shahar bo'limiga boring. Aynan nafaqa hisoblash bo'limiga kirishingiz kerak. 3 qadam. Nafaqa miqdorini qayta hisoblash yoki qo'shimcha to'lovlar to'g'risida ariza yozing. Bu jarayondagi eng muhim qadamlardan biri. Siz yozma ariza bilan murojaat qilishingiz shart. Og'zaki murojaatlar ko'pincha e'tibordan chetda qoladi. Arizaning umumiy tuzilishi yug'ori o'ng burchakda. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasining tuman shahar nomi bo'limi boshlig'i boshliq FI ga deb yozing. O'rtada ariza so'zi, asosiy matn. Men tug'ilgan sanasi nafaqaxo'r sifatida nafaqa guvohnomasi raqamiy asosida nafaqa olaman. Sizdan amaldagi qonunchilikka muvofiq, masalan, fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonunning tegishli modda raqamiy moddasiga asosan nafaqamni qayta hisoblashni yoki qo'shimcha to'lov tayinlashni so'rayman. Sizning holatingizni batafsil bayon eting. Xususan, men ishlagan tashkilot nomida boshlanish sanasi, dan tugash sanasi gacha lavozim nomi bo'lib zararli og'ir xavfli mehnat sharoitlarida ishlaganligimni, tog'li toqchaki hududda ishlaganligimni, nogiron oila a'zosiga g'amxo'rlik qilganligimni, uzoq muddatli mehnat stajiga egaligimni ma'lum qilaman. Ilovalar. Arizamga quyidagi hujjatlar ilova qilinadi. Hujjatlarning ro'yxatini sanab o'ting. Masalan, mehnat daftarchasi nusxasi, ish joyidan ma'lumotnoma, nogironlik guvohnomasi nusxasi va HKG pastda chap tomonda sana. O'ng tomonda imzoingiz va to'liq ismingiz. Ariza 2 nusxada tayyorlanishi shart. Bir nusxasini nafaqa jamg'armasi xodimiga topshiring va ikkinchi nusxasiga uning qabul qilinganligi haqidagi shtampni kiruvchi raqami va sanasi bilan qo'ydirib oling. Bu sizning murojaatingiz rasman ro'yxatga olinganligining dalili bo'ladi. 4 qadam. Javobni kuting va harakatlaringizni davom ettiring. Qonunchilikka ko'ra, sizning arizangiz 15 kun ichida ko'rib chiqilishi va sizga yozma javob berilishi kerak. Agar qo'shimcha o'rganish talab etilsa, bu muddat 1 oyga uzaytirilishi mumkin, ammo sizga bu haqda xabar berilishi shart. Agar arizangiz qanoatlantirilsa, sizga nafaqa miqdori oshirilganligi va qo'shimcha to'lovlar tayinlanganligi haqida xabar beriladi. Siz shuningdek, nafaqangiz qachondan boshlab qayta hisoblanishi va qanday miqdorda bo'lishini bilib olasiz. Agar rad javobi berilsa, sizga yozma rad javobi berilishi shart. Unda rad etishning aniq sabablari
va qaysi qonun moddasiga asosan rad etilganligi ko'rsatilishi lozim. Bu rad javobini diqqat bilan o'rganing. 5 qadam. Rad javobiga e'tiroz bildiring va yuqori tashkilotlarga murojaat qiling. Agar siz rad javobini olsangiz va uning asosli emas deb hisoblasangiz, quyidagi harakatlarni qilishingiz mumkin. Moliya vazirligining hududiy yoki markaziy pensiya jamg'armasi boshqarmasiga shikoyat arizasi bilan murojaat qiling. Sizga berilgan rad javobining nusxasini va o'z dalillaringizni ilova qiling. Prokuraturaga murojaat qiling. Prokuratura fuqarolarning huquqlarini himoya qilish bo'yicha nazorat organidir. Ular sizning ishingizni o'rganib chiqib, qonuniylikni ta'minlashda yordam berishi mumkin. Sudga murojaat qiling. Agar boshqa choralar samara bermasa, siz nafaqa tayinlash yoki qayta hisoblash haqidagi masalani sud orqali hal qilishingiz mumkin. Bu variant eng oxirgi chora hisoblanadi va ko'pincha yuridik yordamni talab qiladi. Bu jarayon biroz vaqt talab qilishi mumkin, ammo o'z huquqlaringiz uchun kurashishga arziydi. Har bir so'm muhim, ayniqsa nafaqaxo'rlar uchun. Xulosa va yakuniy chaqiriq aziz do'stlarim, ko'rib turganingizdek, sizga qonuniy ravishda tegishli bo'lgan, ammo ko'pchilikdan yashirilayotgan yoki oddiygina ularga ma'lumot yetib bormayotgan qo'shimcha nafaqa to'lovlari mavjud. Bu sizning o'z haqingizni talab qilish uchun faol bo'lishingizni taqozo etadi. Sizning nafaqangiz shunchaki oylik to'lov emas, balki uzoq yillik mehnatingiz, jamiyatga qilgan xizmatingiz va hayotingizning munosib yakuniga bo'lgan haqqoniy kafolatdir. Bu pullarni yashirishga hech kimning haqqi yo'q. Shuning uchun men sizni shuni qilishga chaqiraman. Bu videoni diqqat bilan qayta ko'rib chiqing. O'zingizning holatingizni tahlil qiling va zudlik bilan harakatni boshlang. Kerakli hujjatlarni to'plang. Nafaqa jamg'armasiga murojaat qiling va o'z haqqingizni talab qiling. Sizning tinchligingiz va farovonligingiz uchun bu juda muhim. O'z tajribangizni, savollaringizni va sharhlaringizni video ostidagi izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa nafaqaxo'rlar uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Birgalikda biz ko'proq narsaga erisha olamiz. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki biz siz uchun doimiy ravishda foydali va muhim ma'lumotlarni taqdim etib boramiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling va o'z huquqlaringizni biling.